Aslbek aka, iyul oyiga ham bir ziyoratchilarimizga qanaqadir yangiliklarimiz bormi o'zi? Albatta bor yangiliklar. Videoda oxiriga kadar ko'ringlar do'stlar, sizlarga eng super chegirmali narxlarni e'lon qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aka-uka opa-singillar, barchangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Hozirgi kunda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisidamiz. Xudo xolasa siz obunachilarimizga 2026-yil iyul oyiga narxlarimiz qanday bo'lyapti va shart-sharoitlarimiz qanday bo'lyapti, shular haqida batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Xudo xolasa siz obunachilarimizga iyul va avgust oylariga ham qabullar boshlangan. Haftaning har seshanba va chorshanba sanalariga to'g'ridan to'g'ri parvozlarda Centrum Holidays tur firmasi orqali amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 11 kun Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Ya'ni hozirgi kunda o'zimizni o'zbek povurlar hamrohligida xizmatlarni qilishyapti do'stlar. Bundan tashqari do'stlar, malakali va tajribali 50 boshchilarimiz hamrohligida 14 kun mobaynida siz obunachilarimizni, siz ziyoratchilarimizni birgalikda olib yurib, birgalikda ziyorat va sayohatlarda birgalikda amalga oshirish imkoniyatlari ega bo'ladi do'stlar. 50 boshlarimiz ham xudo xolasa eng kami ham 5 yil tajribaga ega 50 boshlar, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizni to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin 50 boshlarimizdan. Hozirgi kunda do'stlar, haftaning o'sha aytib o'tib ketganimizdek seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan to'g'ri reyslarni biz bilan amalga oshiring. Hozirgi kunda do'stlar qabullarimiz davom etmoqda. Iyul oyigami, avgust oyigami o'zingizga xohlagan kuningizga joylaringizni bron qilsangiz bo'laveradi. Xo'p, Madina Munavvarada gostinitsa oraliq masofalarimizga keladigan bo'lsak, 150-200 metr markaziyada hisoblanadi va Makka Mukarramada esa 800-900 metr oraliq masofani tashkil qiladi. Bundan tashqari piyoda bemalol borib kelsizdan bo'laveradi. Bundan tashqari avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Xohlasangiz avtobusda bor, yosh kattalar bo'lsa avtobusda borib kelsa ham bo'ladi. Lekin avtobusga qaraganda piyoda tez yetib borish imkoniyati bor. Haram hududiga juda ham yaqin joylashgan 4 yulduzli gostinitsalarda bo'ladi do'stlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizda 10 dan oshiq ziyoratlarimiz bor. Ya'ni birinchi bo'lib Madina Munavvaradan ziyoratlarimiz boshlanadi. Ravza-i Sharifga kiriladi va Xurmo bog'i, Qur'on bosmaxonasi agarda ochiq bo'ladigan bo'lsa, Qur'on bosmaxonasiga ham albatta 50 boshlarimiz olib kirishadi. Xudo xolasa bittadan Qur'on beriladi. Agarda yopiq bo'ladigan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz, unga kira olmasligingiz mumkin do'stlar. Va Makka Mukarramada esa unda ham 8-9 dan ziyod 10 dan oshiq ziyoratlarimiz bor. Ya'ni qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham yo'lga qo'yganmiz azizlar. Hozirgi kunda do'stlar, bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilish imkoniyati bor. Ya'ni qanday bo'ladi u deganlarga, mana shu hozirgi reysimizni sotib oladigan bo'lsangiz, Toyib shahriga ham yo'nalishlar qilganmiz. Toyib shahriga ham borib qaytishingizda miqotdan 2 marta umra qilib olish imkoniyati bor do'stlar. Bu imkoniyat har doim ham hammaga ham nasib qilavermaydi. Bu faqatgina siz uchun obunachilar. Hozirda ekranda raqamlar qoldirganmiz, bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, joylarini bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa sizlarga operatorlarimiz to'liq va batafsil ma'lumotlarni berib o'tishadi do'stlar. Xo'p, hozirgi kunda narxlarimiz 1100 dollardan, ya'ni Toshkent Jidda va Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha sotilgan paketlarimizni siz ziyoratchilarimizga 1070 dollardan qilib belgiladik. Agarda vizangiz bo'ladigan bo'lsa, 970 dollardan to'g'ridan to'g'ri parvozni amalga oshiring. Bu degani komfort paket bilan birlasha oladigan standart plus paketida ota-onangizni va oila a'zolaringizni xursand qilish imkoniyatiga ega bo'lingizlar. Hoziroq biz bilan bog'laning, aloqaga chiqing va joylarini bron qiling. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bemalol bog'lanib, joylarini bron qilishlaring mumkin. To'lovlarni qanday amalga oshiramiz degan savolga, to'lovlarni hurmatli obunachilar, siz operatorlarimizga muloqot qilsangiz, ya'ni Telegramdan Zagram pasportlar tashlab beradigan bo'lsangiz, sizga bank shot raqamlarini tashlab berishadi. O'zingizga yaqin bo'lgan bank ofisi yoki filiallaridan
to'lovlarda amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Agarda siz Farg'ona yoki Marg'ilondan kuzatayotgan bo'lsangiz, bemalol rasmiy kassalar orqali rasmiy ofisga kelib ham to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar o'zlar. To'lovlarimiz siz istagan usulda bemalol xudo xolasa amalga oshirish imkoniyati bor. Biz bilan bog'lanib aloqaga chiqib joylaringni bron qilinglar. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang azizlar. Biz sizga eng ishonchli va garantiyali turfirma Centrum Holiday'ni tavsiya beramiz azizlar. Bizni kuzatib boring, bizni qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib borsangiz, xudo xolasa bizda bundan-da chegirmali narxlar juda ham ko'p bo'ladi. Xudo xolasa sizlarga yangiliklar qilishdan to'xtamaymiz azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling.